qonunlar ham insonlarga o'xshagan va davlatlarga o'xshagan o'zgaruvchan xarakterda bo'ladi. Jamiyatni o'zgarishi, davlatlarning taraqqiyoti va o'zgarishi albatta o'z-o'zidan qonunlarda o'zgarishlarni taqozo qiladi. Ijtimoiy munosabatlar, qadriyatlarga bo'lgan munosabat kabi masalalar bugungi kunda konstitutsiyamizda juda ko'p yangi normalarni va yangi moddalarni taqozo qila boshladi va konstitutsion islohotlar aynan shu ehtiyojga bo'lgan harakat sifatida baholanishi lozim. Yana muhim bir masala ta'limga va tarbiyaga bo'lgan munosabat. Mustaqillik yillarini ilk davrida ta'lim va tarbiyaga bo'lgan munosabat bilan so'nggi 5-6 yil ichidagi ta'lim va tarbiyaga bo'lgan munosabat yer bilan osmoncha farq qiladi. Vaholanki mamlakatlarni, xalqlarni kelajagini hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ushbu masala davlatni kelajakda qanday bo'lishi, ushbu xalqni farovonligi qanday bo'lishi kabi masalalarni belgilovchi kelajakni yaratish bilan bevosita bog'liq. Aynan shu sababli yangi konstitutsion loyihada ta'lim va tarbiya alohida maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi davlatni bevosita nazoratida ekanligi konstitutsion norma sifatida belgilab qo'yilyapti. Aziz vatandoshlar, 30-aprel kuni mamlakatimizni farovon kelajagini yaratish uchun muhim bo'lgan bir kun. Biz bu kuni barchamiz uchun muhim bo'lgan konstitutsiyani yangi tahrirdagi loyihasi bo'yicha o'z munosabatimizni bildirishimiz kerak. Bu bildirgan munosabatimiz kelajakda O'zbekistonni qanday bo'lishi, kelajakda O'zbekiston jamiyatini qanday bo'lishi, siz bilan biz qanday yashashimizni belgilab beruvchi muhim normalarni tasdiqlab beradigan kunimizdir. O'ylaymanki, O'zbekistonni va o'zimizni taqdirimizga muhim bo'lgan bu kunda hech qaysimiz befarq bo'lmaymiz. Men yangi konstitutsiya loyihasi va referendumga befarq emasman. Siz ham befarq bo'lmang.